Bolalarda eng ko'p uchraydigan ko'z kasalliklar nimalar uchraydi? Astigmatizm, ko'zdagi plus ya'ni gipermetropiyalar ko'p keladi. Ba'zi holatlarda ko'zdagi allergiya bilan kelib qoladi va ko'zdagi qizarish, shamollash, yiringlash va boshqa kasalliklar bilan ham uchrab turadi. Agar katarakta bo'ladigan bo'lsa, biz tug'ilgandan keyin ko'rgan zahoti aytamiz, buni tezroq gavhar almashtirish kerak va yangi sun'iy gavharni qo'yib qo'yish kerak. Agar bolada glaukoma bo'lsa, bu juda katta mavzu va glaukoma bo'lgan holatda zudlik bilan ko'z shifokoriga murojaat qilib, zudlik bilan ko'zni davolashga va operatsiya qilishga harakat qilish kerak bo'ladi. Bemor shikoyat qilib keladi, bolamdagi ko'zi tez uchadigan bo'lib qoldi. Bolalarda eng ko'p uchraydigan ko'z kasalliklar nimalar uchraydi? Bolalarda olib kelishiga sabab ko'z xiraligi, ya'ni ko'zda katarakta bo'lsa, ya'ni ko'zda gavhari xira bo'lsa, ko'zda glaukoma bo'lsa olib keladi, ko'zdagi miopiyalar juda ko'p keladi, ko'zda astigmatizm, ko'zdagi plus ya'ni gipermetropiyalar ko'p keladi. Ulardan ham ko'pi bu g'illaylik juda ko'p keladi. Ya'ni bolani ko'zda g'illaylik. Undan tashqari kamroq uchraydigani ko'zda qanaqadir suv bilan, ya'ni quruqlik sindromi bilan kelib qoladi. Ba'zi holatlarda ko'zdagi allergiya bilan kelib qoladi va ko'zdagi qizarish, shamollash, yiringlash va boshqa kasalliklar bilan ham uchrab turadi. Lekin hozirgi paytda eng ko'p uchraydigani bu g'illaylik hisoblanadi. Ko'zni ichkariga ketishi, ko'zni tashqariga ketishi, ko'zni harakatlaridagi tepaga qaraganda yo pastga qaragandagi ko'zdagi bir xil simmetrik bo'lmagan g'illayliklar bilan juda ko'p bemor murojaat qiladi. Ota-onasi kelib aytadi, bolamni ko'zini g'illayligi bor. Davolandik yoki operatsiya qildirdik yoki ochki taqadi yoki hech kimga murojaat qilmaganmiz. Har xil kategoriyada bemorlar keladi va biz buni ko'zni tekshirgan holatda sizga dori qilish kerak, sizga operatsiya qilish kerak, sizga ko'zoynak qilish kerak deb va buni tushuncha beramiz va bemorlarga g'illaylik bo'yicha davolashni boshlaymiz. Ba'zi holatlarda ko'zdagi mana bu joyda epikantus degan narsa bo'ladi. Ya'ni ko'zda qo'shimcha teri deb hisoblasak, shu joyi juda keng bo'ladi. Yonboshdan shunday qarasak, ko'zda g'illaylik ko'zni ichkari ketishini sezadi. Ba'zida bu oddiy epikantus ko'za hisobiga bo'ladi, ko'z lekin g'illaylik bo'lmaydi. Ba'zida bo'lsa, bu haqiqatan ham epikantus bilan ham ichkariga qaragan hamkor g'illaylik bilan ham bemorlar murojaat qiladi. Ko'z xiraligiga minus bo'ladigan bo'lsa yoki plus bo'ladigan bo'lsa yoki astigmatizm bo'ladigan bo'lsa, ko'zni holatiga qarab turib ko'zoynaklar. Agar minus o'sadigan bo'lsa, unda o'sishini to'xtatadigan ko'zoynaklar va kontakt linzalardan biz foydalanamiz. Agar katarakta bo'ladigan bo'lsa, biz tug'ilgandan keyin 1 oy, 2 oy, 3 oy o'tgandan keyin ba'zida keladi, ba'zida 1 yildan keyin keladi, ba'zida bir necha yildan keyin keladi. Ko'rgan zahoti aytamiz, buni tezroq gavhar almashtirish kerak va yangi sun'iy gavharni qo'yib qo'yish kerak. Agar bolada glaukoma bo'lsa-chi, bu juda katta mavzu va glaukoma bo'lgan holatda zudlik bilan ko'z shifokoriga murojaat qilib, zudlik bilan ko'zni davolashga va operatsiya qilishga harakat qilish kerak bo'ladi. Agar bemorlarning ko'zda qizarishlar bo'lsa, shamollashlar bo'lsa, yiringlashlar bo'lsa, bu albatta ko'z konjektiviti, ya'ni ko'zda shilliq qavatini shamollash hisoblanadi. Buni o'z vaqtida davolash ko'rishni yomonlashishini oldini oladi. Ba'zi holatlarda ko'zda ko'z grippi degan holat bor. Ya'ni ko'z yuqumli bu shamollash hisoblanadi. Tomoq, burun orqali ko'zga infeksiya o'tadi yoki salomalik qilganda tanish bilishingiz orqali ko'zingizga virus tushadi, bolangizning ko'ziga virus tushadi va bu virus sekin-sekinlik bilan shoh pardani oldida dog'lar qoldirib va bolangizning ko'rishini xiralashiga olib keladi. Buni nima qilish kerak? Bunaqa holatda ham albatta ko'z shifokoriga uchrashasiz va biz buni davolaymiz. Bemor shikoyat qilib keladi. Bolamni deydi, ko'zi tez uchadigan bo'lib qoldi deydi. Qovog'i uchadigan bo'lib qoldi deydi. Shuning uchun qisib qaray boshladi deydi. Bunaqa holatda ko'rishni biz tekshiramiz, ko'zning ichlarini ko'ramiz, sog'lom chiqadi juda ko'pchilik bemorlarda va o'sha qovoqning
uchishini davolaydigan mutaxassis, bu ko'z shifokori emas. Buni bolalar nevropatolog yoki kattalar nevropatologi davolaydi, ya'ni nerv hisobiga beradigan muammo hisoblanadi. Biz keyingi ko'rsatuvlarimizda nevropatologlar bilan suhbatni qo'yib boramiz va u suhbatda albatta bu narsaga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni agar bolangiz qovog'i uchadigan bo'lsa, birinchi o'rinda nevropatologga ko'rsatib va buni davolashni yo'lga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ba'zi holatda bo'ladi, ko'zda ham qisib qarash, ham qovoq uchishini sezadi. Buni tekshirib ko'rsangiz, ko'pincha ko'zda yo astigmatizm, yo miopiya, yo gipermetropiya chiqadi. Ya'ni plus-minuslar chiqadi ko'zda. Va bunga biz maxsus ko'zoynaklar yasatamiz va ko'rishni yaxshilashga harakat qilamiz. Lekin qovog'ini uchishini faqatgina nevropatolog davolaydi va buni tuzatish imkoniyati hozirda mavjud. Qanaqadir bunga nerv uchishiga, ya'ni qovog'ingiz uchishiga qanaqadir dorilar qilib, ko'zingizga tomchilar qilib yoki birorta mazlar qilishingiz behuda hisoblanadi. Nevropatolog sizga to'g'ri tavsiya beradi, to'g'ri dori-darmonlar beradi va siz bundan albatta inshaalloh qutulasiz. Bolangizda ham bu narsa o'tib ketadi. Ko'p asabiylashayotgan odamlarda, stress ko'p bo'ladigan odamlarda bu tezroq va ko'proq uchraydi. Bu bemorlarimiz ham aytadi, men kecha deydi juda kuchli asab qo'yibman, bugun qovog'im uchib qoldi deydi. Nevropatologga davolatsa, 2-3 ta dori bilan yaxshi bo'ladigan holat. Buni xavotirli holat deb hisoblamaslik kerak.